Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin val aqibatil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Ammo ba'd. Assalomu alaykum hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi birodarlar. Yaxshimisizlar? Chiroyli tong ottirlaringmi? Bugun shunday vaqtim bor ekan, bitta mavzu bo'yicha yana shunday o'z fikrimni bildirib qo'yishni lozim topdim. Hammalaringda xabarlaring bor. O'tgan yil o'sha dekabr oyida Bo'ka-Bekobod yo'lini 70-kilometrlarda Berdiyor Umataliyev degan bir yigitni bir ichki ishlar operativ xodimi Dilmurod Nosirov degan yigit Nexia 3 mashinasida urib yuborib, uni o'sha yerda o'likmi tirikmi unisidan noma'lum ayoli birga Matiz mashinasini chaqirtirib, akib yuklab olib borib o'sha Farhod kanaliga tashlab, odamlarni qancha ovora bo'lib 80 kunda burada topilganligi haqida hamma o'sha blogerlar tomonidan shug'ullanayotganlar, hatto men tomonidan sizlarga yetkazilgan edi. Shuni endi taqdiri sudi haqida ham kutyatgandik. Mana kuni shu oyning 10, balki 11-kunlarida, iyun kunlarida shu sud bo'lib o'tdi. Menga oilasi tomonidan bir necha marta telefonlar bo'ldi. Norozi, juda kuyib ko'p gaplarni gapirdi. Hozir aka nima deysiz? Mana shunaqa bo'lyapti, bu haqiqat bormi O'zbekistonda? Biz nima qilaylik? Biz boshimizni qayerga uraylik degan gaplar bo'lyapti. Nimadir tashkil berishga ham, nima qilishga ham hayronman. Keyin men avval nima gap ekan? O'zi bor yo'g'i 3 ta statiya qo'yibdi. 117-chi, 134, 266 ikkinchi qismi, ya'ni o'sha mashinada avtohalokat sodir bo'lish haqida narsalar qo'yibdi. Shundan ham 117ni chiqarib tashladi deyapti. Endi yurist emasman, advokat emasman, oddiy tilda mana siz qanday gapirsangiz o'shanday bir tushunmaydigan to'pori qishloq tilida sizlar bilan gaplashyapman. Kelinglar shu oilaga bir tashkil berib yordam berish qo'limizdan keladimi yo'qmi shu voqea bo'yicha. Men o'sha Zamona Uzdan yana boshqa tarmoqlardan borib o'sha advokatning gapini, keyin jabrlanuvchi ayolning gaplarini va sudyaning gaplarini eshitdim. To'g'riga men tushunolmadim. Advokati da'vo qilyaptiki, buni tutib olgan, mashinaga o'zini tashlagan, ya'ni buni jabrlanuvchini anavi Dilmurod Nosirovni mashinaga urib olgan xotinni jabrlanuvchiga aylantirib qo'yyapti. Tashlab olgandir. Yaxshi ham uni sudya tanlamabdi. Endi sudyaning gapiga men umuman tushunolmadim. Sizlar bunday bir eshitib ko'ringlar, nima deyapti bu sizlar? Nima demoqchi bo'lyapti? Buni eshitinglar-da. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-modda 2-qismi bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 134-modda 1-qismi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul-kesil o'tashlik uchun 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni manzil koloniyada o'tash belgilansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chora aslicha qoldirilsin. Sud hukmida yozilishicha, sudlanuvchining turmush o'rtog'i voqea joyiga Matiz avtomashinasini olib kelgan, ammo marhumni kanal bo'yiga olib borib, suvga uloqtirishda aloqadorligi dalillar bilan isbotini topmagan. Urib tashlab ketganda bir yarim kunmi, bir kunmi qolib, keyinchalik agar tashlab ketganligi natijasida tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi natijasida o'lsa, bu 117 xavf ostida qoldirdi. Lekin ekspertiza xulosasi ham beryaptiki, bu qisqa o'sha urilishda qisqa muddatda o'lgan. Ekspertdan so'rog'ida aytayapti, u transport vositasi bilan urib ketilgandan keyin o'lgan bo'lgan degan holatda plenom aytayaptiki, agar deyapti o'lmagan bo'lsa, keyinchalik o'lgan bo'lsa, xavfda qoldir. Lekin o'lgan odamda u xavfda qoldirish ma'nosi bo'lmaydi degan masalada shu. Uni masalan o'zi jazosi 7 yilgacha holat, shu jazoni beryapmiz, lekin uni manga uni ataylab chiqarish boshqa emas. Qonun talabi plenum tushuntirish bo'lganligi uchun chiqazdik. Agar u ham tasdig'ini topganda uni ham qoldirishimiz mumkin edi. O'lgan odamni suvga olib tashlab o'sha bor, u bor mana 134-modda, ya'ni murdan o'sha yerda masalan 117da xavf ostiga qoldirish, o'lgan odamni borib bekitib, er-xotin suvga tashlab ketish mumkinmi?
mumkin emas, shuning uchun jazosini berdida hozir o'shanga o'sha jinoyatiga ham 4 yil qilib qisman qo'shib 7 yil. U jazo chiqmadi, tashlab yuborgani, yo'q qilganlik holati bo'yicha ayblovdan chiqqan yo'q, boshqa holat. Urib o'ldirgani bilan suvga tashlab yuborgan holat. Hozir bu advokat janoblari xo'jayinimda yo'l anaqasiga mashinani oldiga o'zini tashlagan deb siz haqmi? Yo'q, endi qarang, eshiting. Jabr. Qarang, bu advokatdan keyin Xo'p. nega gapirish huquqim Bor, u savolingizga men javob beray. Xo'p. Yo'q, nega menga o'sha yerda so'z bermadingiz? Ha. Anaviga Qarang, eshiting. Hammani eshitdim. Sudlanishning oxir so'zini olganimdan keyin men maslahatxonaga kirishim kerak. Keyingi masala, bu jinoyat bo'yicha sizni turmush o'rtog'ingiz mashinani oldiga tashlaganlik holati fakti jinoyat ishida tasdig'i yo'q. Mayli, advokat himoya uchun aytgandir-da, lekin unaqa joyi yo'q, tashladi, boshqa qil degan joyi yo'q, u bo'yicha ayblov hech narsa ham yo'q. Shuning uchun unga siz xavotirlanib nimadir qilmang. Tushunarlimi? Boshqa gapingiz yo'qmi menga? Hukmni olasizlar 2-3 kunda. Norozi bo'lsanglar shikoyat qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshitilaring hamma gaplarni. Bu yerda deyapti, u mashinani urib yuborganda deydi u o'lib bo'lgan edi. O'likni hech qanday tahqirlash yo'q. Yo'q, o'lik odamga yordam berilmaydi. Tirik bo'lganda deydi, uni deydi yordam berib, shifoxonaga operatsiyaga olib borish kerak edi. Bu o'likka yordam kerak yo'q deyapti. Bitta narsaga hech qanday ahamiyat bermayapti. Xo'p, yordam berish kerak bo'lmasa nima mashinada nima maqsadda Matiz mashinasiga yukladi? Ya'ni birinchi savolim, nima maqsadda xotini bilan keltirib Matiz mashinasiga yukladi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, shu odamni halokat qilib o'ldirganligini bilib turgan ayoliga nima uchun hech qanday ma'muriy javobgarlik ham qo'llanmadi? Ikkinchi savolim bu. Qo'llanmadi. Endi uchinchidan buni olib borib qasddan jinoyatni bekitish maqsadida o'sha aytaylik Farhod kanaliga tashlab yubordi yoki Do'stlik kanali deymizmi? 80 kun odamlar milliard pullar ketib ovora bo'ldi, tinmadi. Qancha odamlar? Bunga kim javob beradi? Bunga jinoiy javobgarlikka modda, statya yo'qmi? Muhtaram sudya janoblari, siz advokatmisiz yo sudyamisiz? Men sizni umuman tushunolmay qoldim. Sizni o'sha Berdiyorning ruhi arvohi ursin iloyim. Yaxshi odam bo'lsa ekansiz. Sizga Allohning la'natlari bo'lsin. Butun O'zbekiston la'natlaydi. Endi menga kecha telefon qilish bo'yicha advokat yollashib apellyatsiyaga berishdi. Inshaalloh adolatli apellyatsiya ko'rib chiqadi degan umiddamiz. Lekin apellyatsiya ko'rib chiqqanda ham yana bir 3 yil qo'shilib qolganda ham 5 yil qo'shilib qolganda ham aziz birodarlar nima o'zgarib qoladi? Oilasidagi o'sha Berdiyorni ayoli qizim, sizga ham gapimda endi Baxtiyorjon otalar sizlarga nima o'zgarib qoladi? Yo'q, boshqa narsaga ahamiyat berish kerak. Menga kelgan ma'lumot bo'yicha 3 ta hovlisi bor ekan u yigitda. Sotsin bittasini hozir. Men qachon chiqqandan keyin deydi yordam beraman. Tashab qo'ymayman, qamoq muddatini bitirib chiqsam deyapti. Bu qamoqda o'tirsa ham hozir shu sud o'sha xo'jalik sudimi, fuqarolik shunaqa bir qaror chiqarib o'shani pulini 70 million, 100 million bersin, sal o'zini tiklasin, oilasi og'ir ahvolda ekan-ku. Birodarlar, balki men emotsiya deydimi, berilib ketgandir menga. Bu men shaxsiy fikrim. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam hammadan uzr so'rayman. Sizlarning fikrlaring qanaqa shu holatga, bu oilaga qanday yordam bersak bo'ladi? Meni qisqacha gapiradigan gaplarim shu, aylantirib gapiraverganman. Men bu sudyaga tushunmadim. Ashi eshitib ko'rib o'zlaring xulosalaring bersalaring bo'ldi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Omonlikda ko'rishguncha.